Bugun juda charchadim. Vaqt allamahal bo'lib qolgandi. Oxirgi trolleybusga ulgurishim kerak edi. Bekatda tirik jon ko'rinmasdi. O'tirib, 5-trolleybusni kuta boshladim. Oradan deyarli 20 daqiqa vaqt o'tdi. Kelishidan umidimni uza boshlaganimda muyulishda ko'rindi. Uning ichida 4 yo'lovchi, kampir, allaqanday juftlik va orqa o'rindiqda mudrab o'tirgan piyonista bor edi. Konduktor ko'rinmasdi. Haydovchi men chiqib-chiqmay eshikni berkitib gazni bosdi. Tangani haydovchi darchasiga qo'yib, eshikka yaqin joyga o'tirdim. Derazaga suyanib trolleybusning bir xilda tebratishi eltib, ko'zim ilina boshladi. Trolleybus sekinlab to'xtadi. Navbatdagi bekat bo'lsa kerak deb o'yladim. Lekin eshik ochilgani eshitilmadi. Badanimdan sovuq o'tib ko'zimni ochib ko'rganimni bir umr yodimdan chiqarmayman. Salonda nihoyatda uzun, ko'zlari yo'q, yelkasiga qizil sumka osib olgan qiyshiq bir jonzot turardi. Nima? Men uxlayapmanmi? Tushimda ko'ryapmanmi buni? Jonzot menga uzun barmog'ini tekkizib ko'rdi va yo'lida davom etdi. Qimirlashga qo'rqardim. Xuddi mendek qotib qolgan haydovchining orqani ko'rsatadigan ko'zgusidan jonzotni kuzatdim. U boshqa yo'lovchilarga ham barmog'ini tekkizib ko'rib, oxiridagi uxlab o'tirgan mast kishiga yaqinlashdi. Ko'zguda u yer to'liq ko'rinmasdi. Sumka jig'illab ochilgani, jonzot unga yirik-yirik nimalarnidir itarib, zichlab joylagani eshitildi. Boshim og'irlashib zulmatga g'arq bo'ldim. G'iyqillash ovozidan uyg'onib ketib, boshimni tutqichga urib oldim. "Zavoyskoye!" qichqirdi haydovchi. Mening bekatim. Bu tushmidi? O'rnimdan turib orqamga qaradim. Sevishganlar o'z o'rinlarida o'tirishardi. Tushishga chog'langan kampir esa eshik oldida turardi. Faqat oxirgi o'rindiqda xurrak tortib ketayotgan mast yo'q edi. O'rindiq ostidagi uning poyabzali va bo'ynimning sanchib og'rishi hozirgina bo'lib o'tgan voqeani yodimga solardi.